Tun va kun, hisobsiz almashuv. Yana kecha o'tmishga, bugun aktuallikka va erta esa g'oyibga aylangan. Yana vaqt deb atalmish hissiz qonunning biz bilan zarracha ishi yo'q. Qila olishimiz mumkin bo'lgan ish esa shunchaki yorqin xotiralarni, sevimli insonlarni va hayotimizda muhim ahamiyat kasb etgan, bizni o'zgarishimizga oz bo'lsa-da tramplin vazifasini o'tagan davrlarni eslaymiz. Shundan so'ng sekin-asta xatolarimiz ham ko'z oldimizdan o'tishni boshlaydi va hozirgi holatimiz bilan taqqoslashni boshlaymiz. Keyin ma'lum bo'ladiki, o'tmishdan qanday xulosa chiqardik, yaxshi tomonga o'zgardikmi yoki battar yomonlashdikmi, tushundikmi yoki tushunmoqchimizmi, yoki eng yomoni, botqoqlikka yanada chuqurroq botdikmi? Hayotimdagi ayrim insonlarga rostdan ham hayron qolaman. Qaysi ma'nodaki, ular shu darajaga qanday yo'l bilan, qanday mashaqqat va sinovlar bilan yetib kelgan. Va nafsim xitob qiladiki, ularda hech qanday qiyinchilik bo'lmagan. Ular shunchaki eng zo'ri bo'lishgan. Ularga Alloh hech qanday mehnatsiz ushbu ne'matni tuhfa etgan. Nahotki ilm hech qanday mashaqqatsiz olinishi mumkin bo'lsa, o'ylashimcha biron kattaroq pulni topish bir sohaning o'rta mutaxassisi bo'lishdan ko'ra osonroq. Chunki pul uchun faqatgina harakat va sabablar bo'lsa kifoya. Yozilgan bo'lsa insonning o'ylovidan ham ko'prog'i beriladi. Ammo ilm uchun inson bor u yo'g'ini, butun borlig'ini, vaqtini va pulini sarflashi lozim. Aynan shundan keyin esa insonning ixlosiga yarasha ilm ham kamroq, o'rtacha, ko'proq va yetarlicha beriladi. Agar ilm mashaqqat bo'lsa, uning rivoji uchun harakat qilayotganlarning darajasi qanday ulug' va qadrli ekan. Bejizmaski ustoz otangdan ulug' deyishmaydi. Otaning farzandi ustidagi haqqi qanchalik balandligini dinimiz tasdiqlaydi. Ammo ustozning o'z shogirdlari ustidagi haqqi ham otaning haqqidan kam emas. Chunki muallim butun ajdodlar merosini o'zida ko'tarib yurgan, uni tarqatayotgan, uning rivojiga o'z hissasini qo'shayotgan va kelgusi avlodga qoldirayotgan ne'matdir. Allohning ne'mati ila inson ota yoki ona bo'lishi mumkin. Bu juda ulug' rizq. Ammo ustoz va muallim har ikkalasidir. Uning ham farzandlari, zavjasi yoki eri bor. Uning ham yelkasida butun oilasining mas'uliyatlari, farzand tarbiyasi, chuqurlashsak qaynonasi va qaynotasi ham bor. Oiladan tashqari esa butun bir armiya kabi shiddatli shogird yoki o'quvchilarning majburiyatlari qarab turadi. Qani, qaysi inson ayta oladiki, farzandi bilan o'tirib uyga vazifaning o'zini u bilan bajarishga toqat yetadi? Yo'q, men hech kimni tanqid qilmoqchi emasman. Shunchaki eslatma o'laroq bir narsani aytmoqchimanki, meros egalari hayotimizda bor ekan, ikkilanmay amin bo'lishimiz lozim. Biz juda katta ne'mat ustidamiz. Oddiy misol ila cheklanaman. Ko'chadagi birorta reklama taxtasidagi yozuvni o'qiy olmaslikni tasavvur qila olasizmi? Ana sizga oddiy misol. O'qishni sizga kim o'rgatgan? Muallim. Aslida bu gaplarni oldinroq aytishim kerak edi. O'z muammolarimdan ortib gapira olmayman ham. Mana, oxiri ko'nglimdagi sog'inch kosasi to'lib, dilimdagi mehrni aytishga jazm etdim. Insonning dunyoda dardlarini eshita oladigan, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, Allohni eslatadigan insonlari uning do'stlaridir. Ota-onaning go'zal tarbiyasi bilan inson o'ziga o'xshaganini topsa, ustozning bergan ilmi va ko'rsatgan dunyosi sabab oqil va solih do'stlarni topadi. Inson onasining roziligi va duosi ila Allohning nazdida darajasi ko'tarilsa, muallim ila Xoliqning o'ziga yaqinlashadi. Ustozlar bilan bo'lgan ozgina samimiy suhbat insonning qalbidagi qahrab ketgan sog'inchlarni arishiga, ixlosining ortishiga sabab bo'ladi. Chunki ustozlar shogirdlarining qalbidan og'irlikni o'ziga olib, unga yengillik bera oladigan insonlardir. Ular bo'lmaganda iymon ham hozirgacha saqlanib qolmagan bo'lardi. Dunyo hovlisidagi sinovlarni yengishda va rizq ilinjida inson har qanday ishga o'zini urib ko'radi. Ammo inson o'zi uchun vaqt ajratish vaqti kelganida, tafakkur qilish kerak bo'lganida o'zidan qochishga harakat qiladi. Chunki bo'shatilmagan qalb, shifo va isloh uchun intilmagan nafs qanaqasiga insonga o'zi bilan gaplashishga qo'yib beradi. Inson o'zi bilan gaplashganida o'zining qaysi darajadaligini anglay oladi.
Yer yuziga qancha nabiylar va rasullar yuborilgan holatida ham inson bolasi to'yonga ketavergan. Qancha mo'jizalar ko'rgan Bani Isroil qavmi, Samud qavmi va Rasulullohga juda ko'p aziyat bergan Quraysh xalqi ham o'tib ketdi. Ularning orasida faqatgina iymon ne'mati biz ummatlarga berildi. Shu iymon egalari o'laroq yelkamizdagi vazifa ilm o'rganish, tarqatish, hissa qo'shish va eng kamida unga e'tiborsizlik qilmasligimiz shart. Johiliyat davrimdagi bir qarashimni juda ham yaxshi eslayman. Ustozlarning sochi to'kilgan, eski kiyim kiyadigan va daromadi o'ta darajada past deb hisoblardim. Zohirdan qaralsa balki rostdan ham shundaydir. Lekin bir inson bilan, aniqrog'i quyidagi gaplarimga to'g'ri keladigan inson bilan bo'lgan suhbatim sababidir balki butun qarashlarim yaxshi tomonga o'zgargan. Bu hammasida Robbimning marhamatidir. U insonga ham shu gaplarimni, ya'ni haqoratlarimni aytganimda undan jahl qilishni kutgandim. Ammo yuzdagi nigohga zarracha ham notabiiylik aralashmasdan shunday degandi. To'g'ri, o'qimasdan boy bo'lib ketgan, moliyaviy erkinlikka erishib, hech kimni mensimas darajada zo'r bo'lib ketganlar yo'q emas. Endi savolingga javob bersam, nega o'qituvchilarda pul kam, mashinasi yo'q yoki boshqalar kabi chiroyli kiyinmaydi? Chunki ularga buning hech qanday manfaat kasb etmasligini biladi. O'z shaxsiy qarashlarini latta puttalarga qiyoslamaydi. Chunki inson rivojlangani sari ushbu o'tkinchilarning qadri pasayib boraveradi. Inson qancha ko'p yuqoriga ko'tarilsa, ko'zlari shunchalik pastni ko'rishni boshlaydi. Inson qancha ko'p tug'yonga ketsa, ko'zlari shunchalik yuqoriga qarashni boshlaydi. Uyingning tomiga chiqqaningda pastga qaraysan. Uyingni asli qandayligini katta masshtabda ko'ra olasan. Quduq bo'ylab qancha pastga tushsang, shunchalik ko'p tepaga qaraysan. Kichkinagina osmondan boshqa nimani ko'ra olasan? Aslida bu matohlar insonga qadr bermaydi. Insonning insonligini ilm va ma'rifat yuksaltiradi. Asl qadrli narsalar nimadaligini anglaganingda, senga ham bu o'ylovlar yod bo'lib qoladi. Chunki anglaysan, anglasang ko'rasan, ko'rsang his qilasan, his qilsang odam bo'lishni boshlaysan. Odam bo'lsang inson bo'lish uchun harakat qilasan. Chunki inson bo'lish bilan odam bo'lishning farqi bor. Chunki inson bo'lish bilan odam bo'lishning farqi bor. Birinchi marta bu gaplarni eshitganimda yetarli darajada tushunmagandim. Oradan vaqt o'tgani sari ushbu gaplar hayotimga tatbiq bo'lishni boshladi. Xatolarimni oz bo'lsa-da ko'rishni, xarakterim va egoistligimni, g'urur va jahlimni jilolashni, o'zimni yaxshiroq nazorat qilishni, emotsiyalarni keraklicha ushlashni o'rgandim. Robbim menga shuncha fazl qilganki, sarhisob qilishga ham ojizdek qilaman. Ne'matlarimning shukrini ado etishim, ularni gapirishimdan ko'ra muhimroq deb hisoblayman. Shuning uchun endi ustozlarim va ular bilan bo'lgan eng sevimli va esda qolarli lahzalarni gapirmoqchiman. Visola Nuriddinova va Fotima Obidova. Men har doim har yerda erkatoy bo'lganman. Eng ko'p erkaligimni ham aynan ularga qilardim. Maktabda meni deb ko'pchilikdan gap eshitgan hollar ham bo'lgan. Lekin ular meni qattiq yaxshi ko'rishardi. Umuman olganda biz do'stlar edik. Har qanday mavzuda ular bilan gaplashib maslahat olardim. Sirlarim bilan bo'lishardim, qizlarni so'rardim va hokazo. Misol ustozim mening sinf rahbarim, Fotima ustozim esa informatika fanidan o'qituvchim edi. Fotima ustozimning opalari Adam bilan sinfdosh bo'lishgan. Balki shuning uchun hamdir bizning oilani qattiq hurmat qilishadi. Umuman olganda boshlang'ich sinf o'qituvchilarimni ham gapirishni istagandim. Ammo video juda ham cho'zilib ketishini hisobga olib, boshlang'ich sinfdan faqatgina Matluba Isayevani aytib o'tmoqchiman. Boshlang'ich sinfimning oxirgi yilida o'qishlarim tom ma'noda qulagan. Maktabimiz ta'miri sabab boshqa maktabda o'qishga majbur bo'lganmiz. Hech narsaga qiziqishim qolmay, balki katta stress ichida bo'lgandim. O'quv yili oxirlab yoz ta'tiliga chiqqanimning birinchi oyidayoq otam dunyodan ko'z yumgandilar. Hamma rahim ko'zi bilan qarar, hayotimda ko'rmagan insonlar ko'zim oldida yig'lab turar va eng alamlisi onamning dunyolarga sig'may ketayotgani edi. Yozgi ta'tillarning eng yomoni deb hisoblayman o'sha yilni. 2015-yil 6-iyun. Aynan Barselona va Juventusning final o'yini. Ushbu kunni orzu qilib kutgandim. Adam bilan shu o'yinni ko'rishni juda xohlagandim. Lekin shu kuni Adam uyda emasdi.
Ayrim sabablar bilan katta uyda qolishlarini aytishgandi. Ortiqcha parvo qilmagandim. Chunki men o'yinning zavqidan mast edim. O'sha kuni avtohalokat sabab adam shifoxonada koma holatiga tushgan ekan. Tongda xabar topib shok holatiga tushdim. Oradan bir hafta o'tar o'tmas otam dunyodan ko'z yumdi. Shu zaylda 10 yil o'tdi. Barselona ham so'nggi chempionligini aynan o'sha tunda yutgandi. 5-sinfman. O'z maktabimizga qaytganmiz. Go'yo hamma narsa o'zgarib ketgan. Do'stlarimning menga nisbatan munosabati boshqacha. Xuddi hamma menga g'alati ko'z bilan qarayotgandek tuyulardi. Dunyoni umuman boshqa ko'z bilan ko'rishni boshladim. Avvalgi o'rganib qolgan hayotimdan asal ham qolmadi. Uyimizda fayz yo'q, hovlab qolgan. Kunlarim qanday o'tayotganini tushunmasdim. Darsdan har doim qaytganimda adamning ishxonalariga kirib, ularni kutib o'tirardim. Ishlar tugagach mashinada uyga qaytardik. Mashinada faqatgina bitta disk bor edi. 20-asrning klassik hitlari. Aynan shu musiqalarni eshita olmay qolganim, adam bilan suhbatlarim tugamay qolgani va uyga yayov qaytayotganimga hech o'rgana olmasdim. G'ayrat bilan yashaydigan, menga har doim quvnoq obrazda ko'rinadigan dadam esa so'lib qolgandilar. Men adam bilan do'st edim, erkalik qilardim, xayolimga kelgan savollarni ikkilanmasdan berardim. Adam esa erinmay, menga xuddi kattalardek qarab javob berardilar. Juda ko'pchilik tanishlarim otasidan pul so'rashga qo'rqib turgan paytda men otam bilan kino tomosha qilardim. Otamdan keyin esa oldimda do'st qolmagandi go'yo. Savollarimga javob beradigan inson qolmagandi. Tabiatan juda ko'p savol beraman. Bu narsa menga foydalimi yoki yo'qmi unchalik muhim emas. Menga javob beruvchining munosabatidagi samimiyati muhimroq. Aynan shu samimiyat otamda mujassam edi. Dunyoni ularning ko'zlari bilan ko'rardim. Beg'ubor va samimiyatli ko'zlar bilan. Maktab davrimda ustozlarim menga otamning o'rnini sal bo'lsa ham bildirmaslikka harakat qilishardi go'yo. Darsdan keyinmi yoki darsdan oldinmi, umuman farqi yo'q edi. Ulardan har doim ma'naviy ozuqa olardim. Muammolarimga ham to'g'ri yechim berishga intilishardi. Menga shunchaki bola emas, o'z o'g'illaridek munosabatda bo'lishardi. Kiygan kiyimimga ham e'tibor berishardi. Menga nimadir yetmaganida ular har doim yonimda bo'lishardi. Atrofimdagi do'stlarini ham saralab berishardi. Ulardan butun umr minnatdorman. Eastminster va Flora keldi yorug'i. Ularga Bonu opa yoki Miss deb murojaat qilardik. Aslini olganda u inson haqida gapirmasam juda katta adolatsizlik qilgan bo'lardim. Sababi aynan abituriyent bo'lgan paytim faqatgina bitta fan o'qiganman. Ingliz tili. Bonu ustozimdan juda ko'p yaxshiliklarni, insoniylikni va munosabat nimaligini o'rganganman. Quyida aytganimdek, xarakteri juda og'ir shaxsiyat edim. Shu og'irlikni ko'tarib, uni davolashga jur'at topa olgan shaxs edi Bonu opa. Ularni Allohning biz shogirdlariga bergan juda katta ne'mati sifatida qaraymiz. Aynan o'sha o'quv markaz hayotimni o'zgartirishga sababchi bo'lgan. U yerdagi muhit, o'quvchilar, asoschilar va eng asosiy shaxs bu Bonu opa edi. Har bir o'quvchining o'z dunyosi bor, har bir o'ziga yarasha qobiliyatli. Ingliz tili va IELTSdan tashqari kitob o'qish uchun hafta oxirlariga bir loyiha tashkil etgandik. Ixlos. Ixlos loyihamizning sababidan ilmga muhabbatim shakllangan deb o'ylayman. Yozuvchilik qobiliyatim ham shu sabab o'sgan. Qarashlarim ham yaxshi tomonga o'zgargan. Ketish vaqti kelganida esa ko'nglimdan bir manzilga oshiqqanman. Everest o'quv markazi. Boshqa o'quv markazlarini hatto xayolimga ham keltirmaganman. Hikoyaning davomi esa aynan o'sha yerda bo'ladi. Everest va Dilnavoz Safarova. Ilk dars, yonimda esa do'stim Otabek. Everestda ham biz isitib o'tgan oddiy mavzularimiz. O'quvchilarning ham ushtidan ko'zlari yo'q. Hamma narsa oddiylik va minimalizm asosida qurilganligi ko'rinib turibdi. Xonalarda oqlikka urg'u berilgan. Shu oddiylik asnosida esa shu mening joyim, shu ustoz mening ustozimligini Allohim qo'limga soldi. Bir ikkita darsdan keyin Otabek boshqa o'quv markazida o'qish istagi borligini bildirdi. Men esa ma'qullamagandim. Faqatgina Everestda o'qishimni aytdim. U ketdi. Yolg'iz o'zim qoldim va o'qishga ko'proq urg'u berdim. Natijalarim ancha o'sdi.
Dilnavoz ustozimni ham universitetga tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtlarimdagi qahramonlardan biridir. Darsdan keyin ham, undan oldin ham, qachon istasam men bilan dars qilishga tayyor inson. Hech qachon unutmaydigan xotiralarim va abituriyentligimning eng zo'r davri Everestda o'tgan deb hisoblayman. Westminsterda katta bosim bilan o'qirdim. Shu bosim tugab, aynan yelkamga shamol tekkan joy bu Everest edi. Undagi o'quvchilar juda oddiy va samimiy, ko'pchiligi talaba va ishlaydigan odamlar. Hatto ustozim ham talaba bo'lgan. Everest Learning Center. Ha, bu maskan uyimdek bo'lib qolgan. Men bu yerda do'st topmaganman. Vaqtimning asosiy qismini ham u yerda o'tkazmasdim. Unda nima sababchi bo'ldi? Muhabbat. Ha, muhabbat. Ustoz va shogird o'rtasidagi muhabbat. Men Everestda ustozning qadrini, ilmga mehrini va eng asosiysi samimiyat nimaligini tushunib yetdim. Westminster imtihonidan avval juda ko'p insonlardan duo olganman. Imtihonga kirib ketayotganimda Everestdagi ustozim Dilnavoz opamga qo'ng'iroq qilib, shoshilgancha imtihonga kirib ketayotganligimni aytib, duo olishga harakat qilganman. Miss, Everestga borib duo olishni juda istagandim, ammo hozir imtihonga kirib ketyapman dedim. Va ular, "Voy, men Everestda emasman-ku Mustafo" deb shoshib qolgandilar o'shanda. Men yo'q, hozir West binosi oldidaman. Imtihonga kirib ketyapman. Duo qiling, miss. Xo'p, Mustafo, men duo qilib o'tiraman. Ilohim omadingizni bersin. Imtihondan chiqqanimdan so'ng birinchi bo'lib xush xabarini onamga aytgandim. So'ng ikkilanmasdan Dilnavoz ustozimga qo'ng'iroq qilib, ularga barchasi uchun minnatdor ekanligimni va yaqin kunlarda oldilariga borishimni aytdim. Shu tariqa endi Westminster universitetidagi voqealarni gaplashgan bo'lamiz. Westminster universiteti va Shodiya Inomxo'jayeva. Westminster haqida ko'p gapirmoqchi emasman. Chunki u yerda do'st topish tugul, yaxshi chiqishadigan va hatto men bilan samimiy gaplashadigan insonlar ham deyarli topilmagan. Bor samimiyatni faqatgina ustozlarimdan topganman. Aynan ular uchun darslarga qatnashardim. Biz u yerda 3 kishi edik. Men va yaqin ikkita do'stlarim, Nizomiddin va Otabek. Miss Shodiya haqida kerak bo'lsa soatlab kimgadir gapirib berish uchun gaplarim yetarli. Ammo tinglovchi u insonni tanimaganligi sababidan meni tushunishi amri mahol. Lekin shunday bo'lsa ham aytishim mumkin bo'lgan gaplar bilan o'rtoqlashaman. Miss Shodiya va Miss Dilnavoz samimiyat bulog'i edi. Everestda Miss Dilnavoz samimiyati va oddiyligi bilan bilim olgan bo'lsam, universitetda Miss Shodiyaning quvnoqligi va qattiqqo'lligi sababidan qadriyatlarini shakllantirganman. Yahyo va Iso alayhissalomning umuman 2 xil tabiat, 2 xil xarakterli nabiylar bo'lganini bilamiz. Ularning yoshlari orasidagi farq ham chamasi 2 oylar atrofida bo'lgan. Yahyo ma'zun kishi edi. Iso esa quvnoq. Yahyo Allohning azobidan qo'rquvi baland. Isoning esa Allohning rahmatiga umidi katta edi. Bir rivoyatga ko'ra, Yahyo Isodan Allohning azobidan qo'rqmaysanmi? Nega har doim quvnoq holatda yurasan? deb so'raydi. Iso esa Allohning rahmatidan umiding yo'qmi? Nega har doim mahzun holatda yurasan? deb javob beradi. Bu 2 xil qarashlariga ega nabiylarning bir davrda yashashining hikmati ham Alloh taoloning ham rahmati, ham azobining dalilidandir. Men ham Miss Dilnavozdan samimiyat va oddiylikni o'rgangan bo'lsam, Miss Shodiyadan qattiqqo'llik va talabchanlikni o'rganganman. Umuman olganda bu 2 shaxsiyat hayotimda o'rnak qilib ko'rsatish mumkin bo'lgan shaxsiyatlardir. Ularni ham ustoz, ham do'st sifatida qadrlayman. Qaysidir ma'noda ham aka va ham ukaman deb hisoblayman. Universitetda yana 3 inson bor. Ma'ruf aka Karimov, Dilmurod aka Bekbayev va Irina opa Nishenko. Ma'ruf aka bizga juda ham kam dars o'tgan bo'lsa ham, ulardan ma'naviy tomondan katta ozuqa olganman. Ulardagi bosiqlik, go'zal xulq har qanday o'quvchiga yaxshi o'rnak bo'la oladi. Ma'ruf akaning shaxsiy qo'shiqlari esa meni tom ma'noda aqldan ozdirgan. Yaxshisi MRF Beats deb eshitib ko'rishingizni maslahat beraman. Dilmurod aka Bekbayev esa Ma'ruf akaning sifatlariga ega bo'lgan yana bir inson. Bu insonni juda ko'p sog'inaman. Har doim qandaydir bir dasturxon ustida samimiy suhbat qurish orzuim bor. Minnatdorchiligimning cheki yo'q. Irina Panishenko esa har doim yordam qo'lini cho'zgan, juda ko'p qo'llab-quvvatlagan, hech qachon yordamini ayamagan insondir. Quyida ismini zikr qilgan har bir shaxs uchun Allohdan rahmat
mag'firat va ikki dunyo yaxshiliklarini so'rab qolaman. Ustozlarimiz bizlar uchun tirik kitobdir. Suhbat qursak ko'nglimiz yorishadi. Eshitsak anglashga, ko'rsak o'rnak olishga, eslasak xursand bo'lishga muvaffaq bo'lamiz. Chunki ular ajdodlar meroslarini o'zlarida ko'tarib yurgan shaxsiyatlardir. Har bir ustozim haqida gapirsam, bu sahifalarni tugata olmayman deb qo'rqaman. Sizga eng manfaatli deb bilgan, faqatgina samimiyat bilan o'ralgan, o'zim uchun eng sevimlilarini e'lanaman. Ular tirik kitob. Ularni o'qiganimiz sari faqatgina yaxshiliklarni odat qilamiz. Bir duo esimga tushdi. Ya Robbim, bizning avlodimizga ilmni biz to'xtagan joydan olishliklarini nasib etgin. Endi esa bu duoning mazmunini anglashni sizdan so'rab qolaman. Eng yaxshi ustozlaringizdan so'rang. Ular sizga ushbu duoning mazmunini sharhlab berishadi. Chunki menga ham shu duoni ustozim o'rgatgan va sharhlab bergan. Kamolotga erishish roziliklar bilan bo'ladi. Eng avvalosi Robbimiz roziligiga yetmoqlikka umid qilamiz. Robbimiz roziligigacha bo'lgan yo'lda iymonning mustahkamligi, sinovlardan shukr va sabr ila o'tishlikni o'zi musharraf aylasin. So'zim oxirida barcha ustozlarimga minnatdorchilik o'laroq ikki dunyo saodatini tilamoqchiman. Sizlarsiz hayot zerikarli. Sizlarsiz dunyo muzlat. Sizlarsiz ilm yo'q. Sizlarsiz ma'rifat yo'q. Rahmat.